Hazır bu qo'lda hech qanday og'riq sezimi yo'q. Butunlay sezimni yo'qotdi, a? Butunlay sezimni yo'qotdi. Intayin yaxshi, a? Intayin yaxshi. Intayin yaxshi. Intayin yaxshi. Hazır hech qanday og'riq sezimni his qilmaydi, chiroy ifodasini ko'rdinglar. Bu qo'l bu yoqning kallasida nima deb o'ylaydi desanglar, bir po'lat, sezimni yo'qotgan bir po'lat deb o'ylaydi. Bu yerda hatto qonmi chiqmaydi. Bu bir po'latda qonmi chiqmaydi, chunki butunlay sezimni yo'qotdi. Nayt yaxshi, bu yoqninki qo'liga biz dezinfeksiyalangan doktor Jinglasni sanchish orqali sezimni yo'qotish sinig'ini ishlab berdik. Buning yechilmasini men oxirsida tushuntirib qo'yman. Anda bo'lsa, bu yoqning qo'ldagi dezinfeksiyalangan bu jingni elitimiz. Keltirib qo'ydi. Ko'rib turibdimiz, bu yoqning qo'ldan hatto bir temimmi qon chiqmadi. Bu qo'l butunlay og'riq sezimini yo'qotgan. O'zi bir po'lat deb his qilgan bir qo'l bo'lg'achqa, po'latdan qon chiqmaydiganligini hammamiz bilamiz. Shuningga bu yoqning qo'lidanmi qonmi chiqmadi. Anda bo'lsa, men bu yoqqa bisharat berish orqali asta-asta qo'lni pastga tushirishga boshlaymiz. Ham qo'lini rahat holatga o'tishga boshlaydi. Tayin yaxshi. Bu qo'lingiz hozir o'zingizning tiniga qaytib keldi. Intayin yaxshi. Mushtingizni asta-asta ayting. 1 2 3 4 5. Qo'lingiz nayt rahat, nayt erkin, nayt rahat holatga o'tdi. Intayin erkin holatga o'tdi. Ham sezimmi asli keldi. Qonlar nayt ravon aylanyapti. Intayin yaxshi. Intayin yaxshi, a? Intayin yaxshi. Siz o'ng qo'lingizni asta-asta tuanga tushira olasiz. 1 2 3 4 5. Nayt yaxshi. Nayt yaxshi, a? Hozir keslingizmi saqaydi. Og'riq sezimini his qilmadingiz. Shunga siz intayin qaltis, intayin qaysar, intayin botur yigit. Men sizga hozir bir aplesin berman. Shunchalik tamlik bir aplesin yeysiz. O'ng qo'lingizni asta-asta yuqoriga ko'tarishga boshlang. Siz do'stingizning uyiga mehmonga bordingiz, do'stingiz sizga bir tal nayt tamlik bir aplesin berdi. Nayt yaxshi, buni qattiq tishlab suyib yeversangiz bo'laverdi. Nayt tamlik, intayin tamlik. 1 2 3 4 5. Nayt tamlik aplesin, bu aplesinning ta'mi shunchalik tatliq. Yana 2-3 tishlavring bo'ldi. Do'stingiz naytmi sex ekan. Sizni birini butun yevasin deydi. Yavring. Nayt tamlik aplesin, shunchalik tamlik aplesin. Shunchalik tamlik aplesin. Shunchalik tamlik, shunchalik puroqliq. Shunchalik tamlik, shunchalik puroqliq aplesin, nayt yaxshi. Nayt yaxshi. Buni yegandan keyin butun vujudingizda naytdi. Xuddi bir naytdi. Bu dunyoda yeb baqmagan bir mevani yegandek hissiyat yeyatsız. Ammo bu aplesin, Ammo bu aplesin. Endi qo'lingizni egiz ko'tarib do'stingizga qaytirib bersangiz bo'ladi. Endi ishdan to'xtang. Buni og'zingizga yutib yeb bo'p, nayt yaxshi. Intayin yaxshi. Intayin yaxshi. Men 1dan 3 sanaganda beshingiz sol tarafga asta-asta qarilishga boshlaydi. 1 2 3. Nayt yaxshi. Nayt yaxshi. Men 1dan 3 sanagan chaqda siz tuvanda qor mayki kiygan, qor chapan kiygan, ichiga oq ko'ynak kiygan, ko'zi cho'ng-cho'ng bir do'stingizni sahnaning o'ng sol tarafida. Men 1dan 3 sanayman, shu vaqtda ko'zi cho'ngroq, teshik qor chapan kiygan, ichiga oq ko'ynak kiygan bir do'stingizni "Assalomu alaykum adash, hali uzun bo'pti ko'rishmagili. Bu aplesinni yeb baq" deb sahnaga chiqib uni aplesinga yeyishga taklif qilsiz. Nayt yaxshi, siz intayin sehi nayt sehi yigit bo'lg'achqa bir tal aplesinni o'zingiz yegingiz kelmay do'stingiz bilan tang yeyishni o'ylayapsiz. Ammo ko'zingizni yechiblam. Aldı bilan ko'zingizni yechiblar, ko'pchilik rahmat. Bu aplesinni yeb baqamsizlar deb poplam, tuvanga tushib shu do'stingizni chaqirib akilsiz. Ismingiz nima? Abduvali. Sizning ismingiz nima? Abduqodir. Qaysi ismni xohlaysizlar? Sultan. Qaysinglar dedinglar Sultanni? Bo'ldi. Sizning ismingiz hozirdan boshlab Sultanjon.
Sizning ismingiz hozirdan boshlab Sultanjon. Sizning ismingiz hozirdan boshlab Sultanjon. Ko'zingizni ichib, pastga tushib, Sultanjon adash, bu aplesimni azroq yeb baqqin, sahnaga chiqib ye deb lamkin, uni sahnaga chaqirib taklif qilsiz. 1 2 3 ko'zingizni ochgan bilanmi taqibimiz oltidan hozir sagak olat kelmaysiz. 1 2 3 ko'zingizni iching. O'rningizni turing. Men beray. Yaxshi, a? Beklang. Ishib turing. Do'stingiz sizga nima berdi? Olma berdi? Siz nima berdingiz? Ha? Bu do'stingiz yolg'onchimi? Nima aplesin bersangiz olma deydi? Nima bu? Nima? İsmingiz nima? Sultanjon. Ha? Sultanjon. Sultanjon? Abiyam nima yedingiz? Aplesin. Nima? Aplesin. Bekra qarab yoqma nimiki? Nima bu? Aplesin. Yaxshi, a. Bu do'stingiz ismi nima? Sultan. Sultan? Sizning ismingiz-chi? Sultanjon. Voh, bu ishkanlar ismi o'xshashlamkin. Xo'shnimi nima ishkanlar? Nayt yaxshi, a. Men 1dan 3 sanaganda nayt chunqur gapingizni uyqu oldi ketasiz. 1 2 3 uxlang. Bu yoq haqiqatan sizlar ko'rib turibsizlar. Aplesinni shunchalik yaxshi ko'rdi ekan, olminimi aplesin deb turib oldi. Bundan keyin ko'rgandilar aplesin besanglar bo'g'di ekan. Nayt yaxshi. Bu yoqning ismi Sultanjon Kantuq. Men o'zining ismiga akab qo'yay. Men mürünüzü tutqan aman, sizning asli ismingizni qayta olaysiz. Men mürünüzü tutqan aman, aslidagi ismingizni qayta olaysiz. Mürünüzü tutqan aman, aslidagi ismingizni qayta olaysiz. Ammo yiginingizning aplesin emas, olma ekanligini bayqay olaysiz. Yiginingizning olma emas, aplesin ekanligini bayqay olaysiz. 1 2 3 Ko'zingizni oching. İsmingiz nima? Abduqodir. Nima? Abduqodir. Sizning ismingiz burun Sultanjonmidi? Yo'q. Abduqodir. Sultanjon deb birsini tunamsiz. Yo'q. Bu yoqning ismi nimadi? Abduqodir. Bu yoqning ismi Sultanjondi? Yo'q. Ha. Bu yoq ma yigini ma nimada o'qildiki? Olma. Toz bekra qarab yoqma? Olma bu. Bu kim yegandi buni? Siz olma yeb baqdingizmi bayan yani? Yo'q. Ha? Yo'q. Olma yeb baqmidingiz? Yo'q. Nima yedingiz abi men bir narsa yeganda qotibdingiz? Aplesin. Yaxshi. Anda bo'lsa, hozir yana qaytadan chunqur gapni oldiga ketasiz. 1 2 3 uxlang. Uxlang. Nayt yaxshi, a? Nayt yaxshi, a? Intayin yaxshi. Men 1da 3 sanagan chaqda Germaniyadan kelgan bir do'stingiz ko'z oldingizga keldi. Siz yiningizga do'stingizning Germaniyadan qachon kelding do'stim deysiz. Tuyimga ulgurib kelsandim bo'lsa deb shundaq tabriklab, xo'shallik bilan quchoqlab ko'rishsiz. Nayt yaxshi. 1 2 3 ko'zingizni oching. Nayt yaxshi. Men 1dan 3 sanayman shu vaqtda qaytadan chonqur gapingizni uyqu oldi kirsiz. 1 2 3 uxlang. 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İki butun tutuyor. İki butunuz nayet güç kuvvetli oldu. İntayın güçlük. İki butunuz intayın güç kuvvetli oldu. İki butunuz intayın güç kuvvetli oldu. Dəs ornunuzdan turalaysız. Dəs ornunuzdan turalaysız. Nayet yaxşı. Hazır tuyunuz başlanış aldı durdu. Dostunuz sizge rasyatçılık qıp durdu. Siz özünüz yaxşı görgen usuldan bir jigit buluş süputunuz bilen bir usul oynap birsiz. Anda bolsa
Ben birden 3 sanğan ko'zingizni ichib usul o'ynashga boshlaysiz. Nayt yaxshi, intayin yaxshi. Sirtdagi hech qanday ovoz siz ta'sir qilmaydi, Sirtdagi hech qanday ovoz siz ta'sir qilmaydi. Men birdan 3 sanğan vaqtda ko'zingizni ichib, to'yingizga to'yga muborak degan naqshiga usul o'ynaysiz. O'zingizning to'yida to'yga muborak degan usulni o'ynashga boshlaysiz. Siz usulni shunchalik o'ynaysizki, shunchalik chiroyli, shunchalik yigitlarga xos usul o'ynay olasiz. Ko'zingizni ochsangiz bo'ldi, yumsangiz bo'ldi. 1 2 3 muzika boshlandi, o'ynang. Tutib olinglar. Tutib olinglar, chip ketmasiz, tutib olinglar. Midirmay joyingizda turib o'ynang, Midirmay joyingizda turib o'ynang. Naqsh to'lab turib o'ynang, Naqsh to'lab turib o'ynang. To'yga muborakni. Tutib oling. Aqingizni buling, sakning o'tirib turib o'ynang. O'tirib turib o'ynang, aqingizni 2 qadam mengib, midirmay joyingizda turib o'ynasangiz bo'laverdi, Nayt yaxshi. Ko'zingizni ichib o'ynang bo'ldi. To'yingiz ko'pchilik qarab turib o'ynang. Yaxshi. Bo'ldi, to'xtang endi. Nayt yaxshi, 1 2 3 uxlang. Nayt yaxshi, Men birdan 3 sanab muyuringizni tutqanaman. Butunlay aslingizni kelsiz. Sizdagi gipnoz buyruqlari butunlay bekor bo'lib bo'ldi. Hamda yeningizdagi sizning do'stingiz emasligini tunishmamdinglar. Do'stingiz emasligini butunlay aslidagi burun qaltingiz qayta olaysiz. Intayin xo'shal, rohat, naytdi. Siz intayin xo'shal, nayt, rohat olat kutasiz. Siz ko'pdan ko'p rahmat, nayt yaxshi. Butunlay aslingizga qayta olaysiz hozir. Butunlay aslingizga qayta olaysiz. O'zingizning ismiga, hamda bugun to'yingizning bo'lganligini yoki bo'lmaganligini aniq bizga aytib berasiz. Qaysi muzika usul o'ynagan, o'ynamaganligingizni ammo unutib ketasiz. Ammo sizning shu to'yingiz bo'lmaganligi yoki bo'lganligini deb berasiz. Ham usul o'ynagan, o'ynamaganligingizni deb berasiz. Nayt yaxshi, 1 2 3 ko'zingizni oching. Nayt yaxshi. İsmingiz nima? Abduqodir. Bugun nega nima chiqib keldingiz? Siz chaqırdingiz. Bugun birasning to'yi bo'ldimi, bo'lmadimi? Yo'q, men biz baqaymiz. Bir to'yda usul o'ynadingizmi, o'ynamadingizmi? Yo'q. Bu yoqni tunamsiz, tunamamsiz? Ko'ygan chiray. Ismi nimadi? Umaytim. Nayt yaxshi, unda bo'lsa sizga ko'p rahmat. Anda bo'lsa aqingizga berib o'ltasangiz bo'ldi. Nayt yaxshi, ishkanlarga ko'p rahmat. 1 2 3 uxlang. Men beshingizni tutqanaman. Asta-asta beshingiz ko'tarilib, qo'lingiz pastga tushishga boshlaydi. 1 2 3 1 2 3 Başlaringlar shunchalik yenik, shunchalik erkin, shunchalik ozoda olat kutasiz. Uxla. Men beshingizni tutqanaman. Başlaringiz shunchalik yenik, tanlaringiz shunchalik rohat, shunchalik ozoda olat kutasiz. Intayin yaxshi. Bu do'stingizning beshini tutib o'tiring. Bu do'stingizning beshini tutib o'tiring. Bu adangizning beshini tutib o'tiring. Nayt yaxshi. Nayt yaxshi. Men birdan 3 sanaganda menlar ko'zinglarni ichib, o'ng tarafga men qarab tursizlar. 1 2 3 ko'zinglarni ichinglar. Nayt yaxshi, Nayt yaxshi. Men kechidagi to'lun oy deganda menlar uxlaysizlar. 1 2 3 kechidagi to'lun oy. Kechidagi to'lun oy. Kechidagi to'lun oy. Kechidagi to'lun oy, Anda bo'lsa men birdan 3 sanaganda menlarning qo'li asta-asta pastga tushishga boshlaydi. Men birdan 3 sanaganda menlarning qo'li asta-asta pastga tushishga boshlaydi. 1 2 3 Nayt yaxshi, Intayin yaxshi. Intayin yaxshi. Intayin yaxshi. Anda bo'lsa, hozir sizlar intayin rohat, intayin erkin, intayin xushal holatga o'tdinglar. Ko'zinglarni men muyuringlarni tutgandan boshlab, shunchalik xushalnarlik bilan qaqaqlab kulib o'g'inib, ko'pchilik rahmat deb sahnadan to'tinglar, salom berib sahnadan noiti chaddas qadamlar bilan tushishga boshlaysizlar. O'ltirgan ko'pchilik bilan birdan qo'l olishib, joyinglarga berib o'ltirsizlar. Yana sahnaga qaytib kelsizlar. 1 2 3
Ko'zinglarni ochinglar, a? Nayt yaxshi. Hozir men nima degan bo'lsam, shuni qilishga boshlasanlar bo'ldi. Nayt yaxshi, a? Paransamanglar. Oy! Hozir ko'pchilik ko'ryapsizlar, bular yenilam gipnoz altida, ko'zi uchuq gipnoz altida. Anda bo'lsa men yeni kechidagi to'lin oy deganda, bu buyruqni bergan aman, bular yeni qaytadan gipnoz altiga kirgitdi. Bular kechidagi to'lin oy degan gap shunchalik amroq. Kechidagi to'lin oy. Kechidagi to'lin oy. Kechidagi to'lin oy. Intayin yaxshi, ya. Intayin yaxshi. Men 1dan 3 kun sanagan vaqtida hammanglar ko'zinglardan ichib, o'rninglardan turib, ko'pchilikka rahmat aytib, joyinglarda shu peti tursizlar. 1, 2, 3. Nayt yaxshi. Nayt yaxshi. Hammanglar yana qaytadan o'zinglarni tunishtirib o'tsanglar. Ismingiz nima? Sizning ismingiz nima? Sizning ismingiz nima? Sizning ismingiz nima? Muqaddim. Anda bo'lsa, men kechidagi to'lin oy deganda putinglar intayin kuchlik dastur olaysizlar. Kechidagi to'lin oy degandan boshlab ko'zinglar yumiladi, ammo gipnoz altida tursizlar. Kechidagi to'lin oy. Kechidagi to'lin oy. Kechidagi to'lin oy. Anda bo'lsa sizning ismingiz nima? Bu xalcham. Sizning ismingiz hozirdan boshlab bu xalcham. Sizning ismingiz hozirdan boshlab bu xalcham. Sizning ismingiz hozirdan boshlab bu xalcham. Bu yoqning ismi? A? Sizning ismingiz Baxtiyor. Sizning ismingiz Baxtiyor. Sizning ismingiz Baxtiyor. Sizning ismingiz Turg'un. Sizning ismingiz Turg'un. Sizning ismingiz Turg'un. Sizning ismingiz Faxriddin. Sizning ismingiz Faxriddin. Sizning ismingiz Faxriddin. Siz 5 yosh. Siz 3 yosh. Siz 45 yosh. Siz 55 yosh. Ko'zingizni ochgan aman, mening ismim bu xalcham 55 yosh deysiz. Sizning ismingiz Baxtiyor necha yosh? 45 yosh deysiz. Siz ko'zingizni ochiblam 3 yosh ismim Turg'un deysiz. Siz ko'zingizni ochiblam Faxriddin 5 yosh deysiz. 1, 2, 3. Ko'zinglarni ochinglar. Sizni so'rab baqsam, ismingiz nima? Nima? Anglamadim. Yana anglamadim. Necha yosh kirdingiz? 55. Ha? 55. 55? Ha. Sizning ismingiz nima? Baxtiyor. Nima? Baxtiyor. Necha yosh kirdingiz? 45 yosh. Nima? 45 yosh. Yaxshi, ya. Sizning ismingiz nima? Turg'un. Necha yosh kirdingiz? 3 yosh. Ismingiz nima? Turg'un. Necha yosh kirdingiz? 3 yosh. Bu yoq ismi Turg'unga 3 yosh kiribdi, ha? Siz necha yosh kirdingiz? 5 yosh. Ismingiz nima? Faxriddin. Faxriddin? Yaxshi, ya. Anda bo'lsa, men kechidagi to'lin oy degandan manglar, ko'zinglar uyquga mangdi. Gipnoz altiga kirsizlar. 1, 2, 3. Kechidagi to'lin oy. Yana kechidagi to'lin oy. Kechidagi to'lin oy. Anda bo'lsa, men hozir 1, 2, 3 degan vaqtda, men hozir 1, 2, 3 ko'p-ko'k osmon deganda butunlay gipnoz altidan sagakalat kutislar. Sizlardagi gipnoz buyruqlari butunlay bekor qilindi. Ko'p-ko'k osmon. Men 1, 2, 3 deb ko'p-ko'k osmon deganda sizlardagi gipnoz buyruqlari butunlay bekor bo'ldi. Hamda kechidagi to'lin oy degan narsani butunlay unutib ketisizlar. Faqat buningdan keyin esinglarga kelmaydi.
Hem asliginglar yo'q u gapni. Ammo hammanglar o'zinglarning yishiga, o'zinglarning aslidagi isminglarga qaytishga boshlaysizlar. O'zinglarning yishiga, o'zinglarning ismiga kelishga boshlaysizlar. 1, 2, 3. Ko'p-ko'k osmon. Ko'k osmon. Ya'ni ko'p-ko'k osmon. Gayet yaxshi. Sizning ismingiz nima? Güldiyar. Nima? Güldiyar. Anglamadim. Bakroq tama. Güldiyar. Necha yoshga kirdingiz? 24. Ha? 24. 24. İsmingiz Güldiyar. Sizningchi? Faxriddin. İsmingiz nima? Faxriddin. 3 qatim demiz qat'iy anglamaydi ekanman. Faxriddin. Necha yoshga kirdingiz? 17 yaş. Ya'ni 3 qatim bir davtdingiz. 17 yaş. 17 yaş. Sizchi? Siz necha yoshga kirdingiz? 25. Nima? 25. 25 yosh. İsmingiz nima? Abduqadir. Bir 3 qatim davtdingiz yishingiz bilan. 25 yaş. Abduqadir 25 yaş. Abduqadir 25 yaş. Siz necha yoshga kirdingiz? 17. Bir ash taraf qarab davtdingiz. 17 yaş kirdim. İsmingiz nima? Muqaddim. Muqaddim? Bu ham Faxriddin davtmamdingiz. Nasıl muqaddim? Birdan Faxriddin deysiz, birdan Muqaddim deysiz. Rost ismingizni topaqmi? Muqaddim, yaxshi. Ana bo'lsa sizlardagi gapingiz buyruqlar butunlay bekor qilindi. Bu yerdan ya'ni siz sahnaga chiqqandan tortib hozir qadar nima ishlar yuz berganligini bizga deb bera olamsiz? Ovozunuz aldı. Yenichi. Müzik çaldı. Nima muzika chaldingiz? Piyano çaldı. Qaysi muzika chalganingiz esingiz bormi? Super. Bize bir müzik çaldı. Yenichi. Yine olmaydı. Olmaydim. Olmaydingiz. Ammo sizning yiginingizni men sizga ko'k tutib qo'yay. Bir so'nglar olib gapiranglarmi? Mau nima? Piyaz? Men kim tishlaganda? Niyatda sizning yiginingiz bir bosh piyoz, o'tirni ikki qilgan bosh piyoz. Men sizga piyozni olma deb yigursam, siz nayt tamlik g'ajab yedingiz. Nayt rahmat. Ya olmani eli deb berma. Siz nima yedingiz? Aplistin. Aplistin yedingiz. Akalang, ko'z tutib qo'yaylik, nima yeganligini. Mana nima? Bu o'zingiz qo'lingizga olib ko'rib baqing. Siz nima olib ko'rib baqing, nima yegansiz? Kim tishlaganda bir ko'kis qo'ying ko'pchilikka. Nima yegansiz? Nima yapsiz? Piyoz yebdimi? Siz nima yedingiz? Qaytadan anglab, nima yeganda qilgan? Aplistin. Aplis yeganda. Siz bugun azaldan necha yoshga kirgan? Siz haqiqiy yoshingiz necha yosh? 25. Bir qatim yishingizga cheklab baqqan vaqti bormi? Bu ham mening bilishimcha yoshingiz 3 yoshga kirdi-ku deyman. Asli sizni 3 yoshga kirgan chaqda inganglatmoqchidim, xayr bo'ldi deb o'tkazib etdim. Shunchaliklab to'xtab qoldik. Siz bu ham necha yoshga kirgansiz? Hozir sizning ismingiz Muqaddimga, bu ham sizning ismingiz birdan Faxriddin bo'lib qoldi. Andan keyin 5 yoshga kirgan bo'lib qoldingiz. Siz 5 yosh bo'lib baqqanmi? Turun bak bakalım burası mı? Sahnaga chiqqanmi, yana 5 yosh bo'lib baqdingizmi? 17 yaş mı? Aslida 17 yosh. Ya bu yıl. Bu yil 17 yosh. 12 yillar ilgari siz 5 yosh shunaqo. Ammo bugun ham yani siz 5 yoshga aylanib qoldingiz. Ammo 5 yoshlik odatlaringizni boshqalarga ko'ksitib shumidim. Siz bu ham 3 yoshga kirib qoldi ya? 3 yosh. Hem olmani aplistin deb yedingiz. Siz bosh piyozni olma deb tamlik yeb ketdingiz. Siz bu ham bilishimcha 45 yoshga kirib qoldingiz-ku deyman. 45 yoshga kirdingiz-ku deyman. 45 yoshga bek bo'g'ingiz bormi? Yok. 45 yoshlar sizce qandaroq bo'lish kerak? 45 yoshlikdan ko'rib baqqanmi? Masalan, 45 yoshlik odamlar sizdek bo'lamdi yoki sizdan kichik bo'lamdi, sizdan cho'ng bo'lamdi?
Siz 45 yaşga kirishni bek arzu qilgan o'xshaysiz. Siz bayam 45 yaş bo'lib qoldingiz. Anadagi ismingiz Baxtiyarmı bo'lib baqdi? Burun Baxtiyar deb ism qo'yib baqqanmi dedingiz apangiz? Qo'yib baqmagan.